Ol ye, nima qilsan? Qornim to'q edi oshna. Onamlarga olaman deb. Bu bolamchi to'ppini kiysin, mullani yoqatdi. Yesangchi onam panam qilmasdan. Olasan yana boshqa. Sardor to'g'ri aytibdi. Nozlanmasin. Tez. Ozib yozib bir marta sindoshni yig'ilsa bir oyda. Ne bunaqa nozlanasan, tavba qildim. Yesangchi, undan ko'ra. Tez bor. Oshna bir qism puldan berib turasanmi? Erkak bo'lib turib, cho'ntingga 1-2 so'm pul olib chiqsang bo'lmaydimi? Tilanchilik qilishingni qara. Nima qilasan pulni? Yoshdan bo'ldi shart emas. Menga qaralaring. Bugun shu o'tmandan salla chiqib turavering. Men o'zim pul to'lab chiqaman, xo'p? Bizdan necha pul bo'ldi, aka? Odam maza qildi, lekin bori. Menga qaralaring. Men bitta olaring. Nima bu o'rtoq? O'rta, boya senga sen noto'g'ri muomala bo'ldi. Xap bo'lmaysan. Bolalardan ham, mendan ham o'rta. Hojonamdan biz ham nomimizga ham duo olib qo'ygan. Ancha maktab bo'lding. Esimizdan chiqib qolgan ekan uyda o'tirgan ota-onamizni. Rahmat senga. Rahmat bolla, sizlardagi oshnalarim borligidan faxrlanaman. Aslida senga rahmat. Bizani ko'zimizdan ochding. O'rta, oxirgi marta mana shu videoni ko'rayotgan odamlar qachon ota-onasini borib ko'rgan ekan-a? Biz o'zimiz ham bugun именно shu joyga kelib, shu yozuvni ko'rganimiz edi, esimizga tushdi. O'rtoqlar, like bosib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat.